Rahmat. Judayam chiroyli ekan. Yoqdimi? Ha, Iya, assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingmi? Qizim, ichkariga kiravering. Kamronda gapim bor. Xap. Tinchlikmi oyi? Nima gap ekan? Tinchlik. O'g'lim, bironta bir ishing yo'qmi? Yo'q, nimaga endi? Xotiningni olib aylantirib kelmaysanmi? Yo'q, oyijon. Ammam kelgan-u, ketsa g'alati bo'lmaydimi? Yo'q. Hech narsa bo'lmaydi. Sen mana aytganimni qil. Sizlar bugun banketga borasizlar. Tushundingmi? Sizni tushundim oyijon. O'zi kuni bo'yi qanaqa qilib chiqib ketsamikin deb bahona izlab yurgandim. Rahmat sizga. Siz dunyodagi eng zo'r onasiz. Voy. Yura qol. Kamron aka, Xo'p, kinayim bilan zo'r parchga ekansizlar. Gap yo'q. rahmat. Tog'a, ishlaringiz qalay? Aytmoqchi, sizni Elexpressda bergan intervyungizni ko'rgandim. Ha, umi. Zo'r intervyu beribsiz. Sen hali dadam Ritrusga bergan intervyusini ko'rmabsan. Yo'q, shunaqa mashhurmisiz, tog'a? O'sha yerga borib berganmisiz yo o'zlari kelishganmi? Yo'q. O'zlari shu yerda olishgan. Sen nima deb o'ylaganing? O'zbekistonda chet el jurnalistlari yaxshi ishlaydi. 2016-yilda 30 ta jurnalist bo'lgan bo'lsa, hozir 50 tadan oshib ketgan. Hozircha dadam intervyu bermagan bittasi qoldi. Qaysi biri? BBC. Muncha zo'r. Allo. Ha, Dugunajon. Haligi. Yo'q, Dugunajon. Bora olmayman. Uyga Turkiyadan mehmonlar kelganda. Rosa xijolat bo'lyapman-da. Bo'lmasam, o'g'lim bilan kelinimni yuboraman. Xo'p? Bo'pti. Ha, tinchlikmi? Dugonam kafe ochgandi. Bugun banketi bor ekan. Oilamizdan kimdir bor